Ko'pchilik aytadi, ozmoqchiman deb osilmasdan ozishni xohlayman. Bir xillarni ko'rganman, yuziga ajin tushib ketgan yoki osilib qolgan. Bizda kompaniyamizni ozayotganda asosan bilasizlar, e'tibor bergan bo'lsangiz, kokteyl beriladi. Kokteyl berilganda kollagen ham ichini ichadi. Bizning kompaniyamiz kollagenni ichiga qo'shib qo'ygan. Ya'ni ozayotganda u chiroyli ozishni boshlaydi. Voy, kerak emas, bu parashok yangi tug'ilgan chaqaloqga ham kasha beramiz, to'g'rimi? Ichida qancha multivitamini bo'ladi. Ona suti bilan baravar teng bo'ladigan darajada. Bu ham aqlli ovqat, ya'ni ichi to'la multivitamin bilan to'ldirilgan. Inson organizmini vitamin bilan to'ldirib berib turib, chiroyli ozdirib beruvchi vositalarimizdan bittasi. Nafaqat ozishga, sog'lom turmush tarzi oddiy kunlarda ham ichib yursangiz, misol uchun ko'chada sizlar qorningiz ochib qoldi, shuni tayyorlab, suv bilan tayyorlab ichib olasizlar, baquvvat organizmingiz ham to'yingan bo'lib yurishingiz mumkin bo'ladi. Ko'pchilik aytadi, ozmoqchiman deb osilmasdan ozishni xohlayman. Bir xillarni ko'rganman, yuziga ajin tushib ketgan yoki osilib qolgan. Bizda kompaniyamizni ozayotganda asosan bilasizlar, e'tibor bergan bo'lsangiz, kokteyl beriladi. Kokteyl berilganda kollagen ham ichini ichadi. Bizning kompaniyamiz kollagenni ichiga qo'shib qo'ygan. Ya'ni ozayotganda u chiroyli ozishni boshlaydi. Voy, kerak emas, bu parashok yangi tug'ilgan chaqaloqga ham kasha beramiz, to'g'rimi? Ichida qancha multivitamini bo'ladi. Ona suti bilan baravar teng bo'ladigan darajada. Bu ham aqlli ovqat, ya'ni ichi to'la multivitamin bilan to'ldirilgan. Inson organizmini vitamin bilan to'ldirib berib turib, chiroyli ozdirib beruvchi vositalarimizdan bittasi. Nafaqat ozishga, sog'lom turmush tarzi oddiy kunlarda ham ichib yursangiz, misol uchun ko'chada sizlar qorningiz ochib qoldi, shuni tayyorlab, suv bilan tayyorlab ichib olasizlar, baquvvat organizmingiz ham to'yingan bo'lib yurishingiz mumkin bo'ladi.